Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yangi Qo'rg'on yo'lidagi obyektimiz bitish arafasida. Yumaloq arkasi qolgan joylari bitdi. Bu bitta baho berib qo'ying. Sizlarga foydali maslahatlardan bittasi, ma'lumotlardan bittasi. Qor to'sar bo'ladi. Qor to'sarimizni mana orqasi tikka. Qor yaxshi ushlaydi bu yer. Qor kelganda yaxshi mana shu orqasi ushlab qoladi. Shunaqa orqasi tikka qilishingni maslahat beramiz. Qor pastga surilishi kam bo'ladi. Shuruplarni ko'ringlar. Shuruplar har doimgidek bitta liniyada. Oldilari shurup ko'rinmaydi. Qor to'sqichlarimiz. Oldi Cherpitsa TVS Profnastil. Oldimiz ko'rinishimiz rossiyskiy 045 Magnitogorskiy. Tepa profnastillarimiz 04 Toshkent zavod bo'ladi. Akalar ko'ringlar, bitta shu yerlargacha ko'rinmaydi deb sifatida ish qilinmagan. Hammasi juda chiroyli holatda bitgan. Har doimgidek shuruplari mana bu yerdan qotgan. Kim ishlatsa ham shuruplarni shundoq qilib qotib tursa, pastdan xona bo'lib ko'rinib turmaydi. Hop. Bu yerimizga Okana o'zlarining eski tomlardan chiqqan tunuka mahsulotini ishlatib berganmiz. Bu yerga ham o'zib zamonaviy tom qilib beramiz. Ko'ringlar. Oldi arkalarimiz ham bitgan, o'rnatish jarayoni. Endi sizlarga tomning ichidan ko'rinishini ko'rsataman. Tomning ichlari ham juda go'zal holatda. Hop. Bu tom orqa tomoniga doim tekis brus ishlatishingni tavsiya beramiz. Nimagaki teradan ko'pchilik qilib qo'yadi. Liniya olish uchun bu yerlarga pona beradi. Liniyaga chiqish uchun bu yerlarga pona bersa, pona vaqtiga kelib miqini quyib yuboradi-da, yaxshi ushlamaydi teradan qiyshiqligi sababli. Bunda bir tekisda keyin yuzli miq qoqamiz bunga. Mo'shni ushlaydi, xolasa. Shularga e'tiborli bo'lasizlar. Tomning ichi ham juda go'zal holatda bitgan. Skoplarimiz hammasida skop bor. Mana. Hop, bu yerimiz 600 kvadrat atrofida. 600 kvadratdan 6 kvadrat laxta chiqdi. Ko'ringlar. 600 kvadratdan 6 kvadrat laxta nima deyapti, hurmatli kuzatuvchilar?
Oralari ochiq-ochiq. Men terib qo'yganman sizlar uchun. Mana bu choklarga ham e'tibor berasizlar. Strapllarimiz chokiga hammasi buchaga kesilgan mana shunaqa. Strapllarimiz choklari hammasi burchak kesilgan. To'shna kelgan. 90% joyi shunaqa kesilgan. 99% joyi. Hammasi shunaqa. Hammasini gratisga kesganmiz. Buni bitta-bitta tayyorlab o'rnatiladi razmariga. Uni ko'pchilik ustalarimiz shundoq qo'yib ketishardi, burchak kesmasdan. Shularga e'tiborli bo'lasizlar. Skoplarimiz. Skoplar. Deyarli barchasida skop bor. Kimga shunaqa sifatli va zamonaviy tom xizmatlar kerak bo'lsa, Usta Abdurahmon jamoasiga aloqaga chiqaverasizlar. Tomni ichi ham o'ta bardak emas, yog'ochlar joy-joyiga ishlagan. Xohlagan joydan kashak qo'yilmagan. Tom o'ta baquvvat lekin. Oyog'imiz taglari 1.6 ga 6.5lik lestva vassa qoqilgan, tagiga 20 ga 5lik vassa qoqilgan. To'sin qoqilgan lestva. Mana hamma choklari shunaqa keladi bizda. Bitta joyi ko'rsatib olib video qilish emas. Hamma choklari mana gradusga olib kesilgan. Skoplarni ham o'ta moshniy berilganda, 3ta qoqiladi. E'tibor beryapman bo'lsa-ni, mana soy kelgan joylarga o'ttasidan ham berib qo'yilgan. Soyimizdan chakka o'tish ehtimoli yo'q. Bu yerdan tomni ichiga chiqqan eshik qilib berganmiz. Tashqaridan ochib kiriladi. Tomni pastdan ham bitta obzor qilamiz.